Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalımızda Qaynam Örkişi, Çalı Tekken Ok, Manas Deryasıdan Qaytish, Anjamboy, Sarson Ruh, Qanliq iz, Qanliq idir, Türme Xatirlari Mahbus Ruhlar, Tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'ytillar jamoati, tarixiy roman G'ini Batur, Sabit Damollamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyaz hojimning ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib olishingizlarni qarshi olamiz. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, boshqa do'stlarga va to'plarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Әмді аңлайдығыныңлар, tarixiy roman G'ini Batur, avtori Ziyo Samadi. 13 bob. 1944 yillarning beshida chekiga yetgan zulm sitamga qarshi xalqning g'azab nafrati ulg'uyib, sharqiy Turkistonning u yer bu yerlarida Xitoy mustamlikchilariga qarshi maxfiy tashkilot, guruhlar qurilib, kundan kunga kengayib, cho'ng portlashga, qurolliq qo'zg'olonga zamin hozirlanmoqda edi. Shu qarshilik ko'rsatish tashkilotlarining biri G'uljidagi ozodlik tashkiloti edi. Her sinip tabiqa vakillerinden terkip tapkan bu teşkilat muayyen nizamnamesi ve programması bar partiya bolmasımı Gomindan hakimiyetiye karşı küreş birliksep şekildeki fikirdaşlar teşkilatı idi. Azatlık teşkilatının rehberlik terkibi molla ahunlar, sodigar baylar, zimindarlar, ilgar köz qaraşdaki ziyalilardan ibaret bolup, ularni birleştirgen uluk maksat u Xitoy mustamlakchilarini ana vatandan qo'g'lab chiqarish, ozodlik erkinlikka yetishdan iborat edi. Ozodlik tashkilotining so'l qanotga mansub a'zolaridan Rahimjon Sabiri, Abdukarim Abbosov va Qosimjon Qambari uchi xilidan beri jiddiy suhbat ustida. Liubingdi kelishi bilanla cho'ng tozalashga tutish qildi, dedi hukumat doiralarida tarjimonlik vazifani o'taydigan va tashkilot foydasiga muhim ichki maxfiy ma'lumotlarni yetkazib turadigan yosh Abdukarim Abbosov. Demak, yana ommaviy taqib, zindon turmalar to'shib ketdi. Yana qayerga so'laydikina bu vahshiylar? O'rnidan turib ketdi Rahimjon. Bu qitimqi tozalash kompaniyasining tig'uchi sovet parastlarga qartildiganligi ma'lum. Qo'shimcha qildi Abbosov. O'tmishda Yaponiya jasusi, Angliya ishpiyoni, pan-turkist, pan-islomist, millatchi deganga o'xshash o'ydirmalarni to'qib, jazolagan bo'lsa, amdi o'rus parast degan qalpoqni to'qib chiqibdi-da, bu makkar shingduban, dedi Qosimjon. U zindonda 6 yil yetib, yangi qutulib chiqqachqa, gomindonchilarning zindonlardagi vahshiyliklarni yaxshi biladi. Liubingdi men bilan so'zlashib, söz ara asboqchilab so'rag'iniga qaraganda, G'uljida hukumatga qarshi qandaqdir tashkilot harakatda ekanligini va bu tashkilot keynida sovetliklar borligini purtib o'tdi. Mushu nuqtadan qaraganda, uning asosiy vazifasi tashkilotni fosh qilish va uningga bog'liq hisoblangan Nilqa tig'idagi 6 o'g'ri harakatini bostirishdan iborat ekanligida shubha yo'q, dedi Abbosov. G'uljida cho'ng bo'lgan, ili viloyatining sharoitini yaxshi biladigan Liubingdi biz uchun intayin xatarlik. Voy, makkar shingishsay, topgan odamini qaranglar, sepi o'zidan qilmoqchida bu iblis, xitob qildi Qosimjon. Va bir tarafdan tashkilot a'zolarining siyosiy sezgurligi va hushyorligini oshirish bilan billa, ikkinchi tarafdan milliy xoin Liubingdining jinoiy qilmishlarini fosh qiladigan tashviqot varaqlarini yozib, xalq ichiga tarqitishimiz kerak. Agar Liubingdi zo'r tozalash ishini yurgizadigan, u holda ko'plagan tayanch kuchlarimizdan ayrilib qolishimiz mumkin. Shuning uchun Nilqa teg'idikilarga moslashib, G'uljida qurolliq qo'zg'olonga jiddiy tayyorlik qilishimiz kerak. Bu fikringiz amaliyotga uyg'un, Rahimjon aka. Shu paytda ichki va tashqi vaziyat bizning foydamizga. G'arbda Germaniya fashistlari, sharqda Yaponiya milliy tarislari uzil-kesil tarmar bo'lish oldida turibdi. Ichki Xitoyda bo'lsa, Kompartiya rahbarligidagi xalq ozodlik ko'rishning doirasi kengaymoqda va g'alaba qilish oldida turibdi.
Biz ham mushu vaziyatga moslashib, mushu qulaylik sharoitdan foydalanib, ozodlik, mustaqillik tug'ini egiz ko'tarib chiqadiganmiz. Tavrinib turgan xalqimiz bizga agishmadi, bizni himoya qiladi, dedi shu kamda Xitoycha manbalardan xabardor texi 25 yoshlarda bo'lsimu, zerak va notiqligi bilan yoshlar orasida inovati kuchlik Abbosov. Tömürni qizig'ida so'qish kerak degandek, bizmo paytni qo'ldan bermasligimiz kerak. Abbosovning fikrini quvvatladi Rahimjon. G'uljidagi tashkilot a'zolaridan Suydun Kura va Chilpangza qatorliq nohiyalik shaharlardagi fikrdoshlarmo qurol ko'tarib ochiq maydonga chiqish vaqti yetdi deyishmoqda. Demak, umumiy qo'zg'olonni qachon, qayerdan boshlash kerak? G'uljidimi yoki nilqidimi? Degan masala kun tartibiga qo'yilishi va bu vaqtda bir qarorga kelishimiz kerak, dedi Qosimjon Qambiri. Adib ma'rifatchi, yangi zamon Uyg'ur madaniyatining g'ulini qurg'uvchilarining biri bo'lgan Qambari Xitoy mustamlakachilarining zulmiga qarshi harakati uchun 5-6 yilcha qamoqda yetib, bo'shinishi bilan ozodlik tashkilotini tashkil etishda faol qatnashuvchilarning biri edi. Üç fikirdaşning fikir birligi o'xshash bo'lg'achqa, qurolliq qo'zg'olon masalasini ozodlik tashkilotining rahbarlik guruhida maxsus qarashga kelishib, boshqa masalalar ustida maslahatlarini davom qilishdi. Liubindiga munosabatli yana bir masalaga diqqat bo'lishimiz zarur. So'zni davom qildi Abbosov. U yerlik mo'tabar zotlar bilan suhbat o'tkazishga hozirlik ko'ryotidi. Shingsay nomidan hol so'rab avatgan sovg'alarni topshirarmish. Yana shu Xitoycha ko'nisinam aldash, iziqtirish, qarab bu makkarni, mo'tabar zotlarni bizga 6 o'g'riga qarshi qo'ymoqchida. O'rnidan turib ketdi Rahimjon. Bu suhbat hozirgi vaqtda hukumat oldida eng inovatlik hisoblangan Talat Musaboyevning uyida mehmondorchilik dasturxoni ustida o'tarmish. Talat, yana shu Talat, zodi bu pul dunyoni Uyg'uristonda tepib, Turkiyaga opirib xashlaydigan Musaboyevlardan hech sado chiqmadi-da, g'azablandi Qosimjon Qambiri. Uyg'u shundoq, lekin G'ulja Qashqarlardan yangicha maktablarni solgan, zamonaviy zavodlarni qurgan, taraqqiyparvar marhum Bavudun Bayni boshqa Musaboyevlardan farqli qarash kerak demoqchiman. Talat Musaboyevdan foydalangani bo'larmi, Rahimjon aka? Chunki sizning uning bilan shaxsiy munosabatingiz bo'ldigan-ku, so'radi Abbosov. Talatning do'sti pul, g'oyasi rohat farog'at. Top to'g'ri. Rahimjonning so'zini quvvatladi Qosimjon. Talatdak umuman shu xildagi boyvachchilardan millatga foyda tegmaydi va tekkan emas. Undaq dag'allarga yaqinlashmaslik kerak. Men Talatni tashkilotimiz sepiga jalb qilish tarafdori emasman-u, lekin mo'rti kelganda uningdan foydalanishni nazarda tutish lozimligini qayd qildim. Talatdan foyda olamiz deb ziyon tortib, umumiy ishimizga daxl qilib qo'yishimizmi ehtimoldan yiroq emas. Uningdan ko'ra Talatga do'q qilish, uning Liubingdi va Xitoy ma'murlari bilan munosabatini xalq oldida fosh qilib, chavisni chitqa yeyish kerak. Qosimjon Qamarining keskin fikrini yo'ldoshlar ma'qulladi. Amdi, dedi tashkilot faoliyatiga doir masalalar to'g'riliq fikrlashgandan keyin Rahimjon, sizlarga bir xush xabar aytmoqchiman. Xo'sh, qani anglayli. Biz uchun eng keraklik bo'lgan qaysar Urumchi turmusdan qochibdi. Kim u? G'ini? O'rnidan qo'zg'alib ketdi Qosimjon. Uning ta'rifini turmada yotganimda anglaganman. Hozir qayerda ekan? so'radi Abbosov. Qosim Mirabning aytishicha, 2 kun burun kechida G'ini Ora O'stanga kelib, Qosim Mirab bilan ko'rishgan. Bu gapcha G'ini musha atrofda yuribdi-da, yana qo'lga tushib qolmag'iydi. Tashvishlandi Qosimjon. Qosim Mirab 2 yaroq ot, kiyim-kechak, oziq-tulik beribdi. Naga borarmish? Naga borarni aniq aytmagan. Mening bilan ko'rishiman degidek.
Uni nadin bolsumu tepip agahlandırışımız kerak. G'inini tepish uchun ikki kishi avatdim. Biri Qashqarabog' tarafni, yana biri Chuluqay, Bo'lakay taraflarini izlamoqchi. Suhbatni ishning shartlik chekilishi uzivatdi. Uch fikrdosh bir-biriga ma'nilik qarshilashdida ehtiyotan tayyorlab qo'ygan qadahlarga sharob qo'yishdi va Qambari bilan Abbosov ikkisi shaxmatga tutish qilishdida Sabri chiqib kechikmay yenib kirdi. Uning kulimsirishidan yaxshi xabar anglaganligi aks etib turadi. Yaxshilik bormi nima, Rahimjon aka? Aldirash so'radi Abbosov. Xo'sh xabar, so'yinchi beringlar. Arzigidek bo'lsa, bir butun mata beraman, adosh, dedi Qambari. Keyingi vaqtlarda Sovet ittifoqi bilan muomilni uzgandan keyin gazmal degan ko'zga surtishgimi tepilmaydi. Olti shahardan janubiy sharqiy Turkistondan keladigan mata chakmanmu intayin qis bo'lib, odamlar o'lganda kepiniga loyiq mata topolmay bo'rga yo'gab ko'mgan hodislar bo'lgan. Bu ot mingizgandinmi ortiq suyunchi bo'ldi. Qani, xush xabarni anglayli, Rahimjon aka. Biz so'zni qilgan g'inidin kishi kaptu. Nima? Tangla ovoz qo'shdi Abbosov bilan Qambari. G'ini o'zi tog' ichiga mo'kinib, Qusan degan yo'ldishni menga avatibdi. Qusan dedingmi? To'xta. Nimanidir esiga olmoq bo'ldi Qambari. Qusan, qozoq yigit. Men uni Urumchida 5-turmida ko'rgan. Esimda bor. Taratxonani tozalash vaqtida uningdan kimlar bilan yotsan deb so'rag'animda u g'aynam bilan deb neri ketgan. Ehtimol shu bo'lish kerak. Balki shudir, balki taxminladi Abbosov. Uning so'zidan keyin hammasining yuzini gumon pardasi qoplagandek bo'ldi. Kim biladi? Tajribalik josus Liu Bingdi uch fikrdoshning Rahimjonning uyida yig'ilishganligidan xabar tepib, haqiqiy Qusan o'rnida boshqa bir qozoqni avatib sinamoq bo'lgandir. Rahimjon bilan G'inining burunqi munosabatini Şingsayning josuslik organlari bilmay qalamdu, balki Qosimjonnimi G'iniga munosabatlik deb gumon qilar. Chunki uning zindondan bo'shanganiga bir yilcha bo'lgan. Hammala yerda yomg'irdan keyin yer yerib chiqadigan madaklardek lippida paydo bo'ladigan josuslar ozmu, odamga odam gumonliq qaraydigan mudish zamonda to'satdan man G'inining odami deb kelgan odamga darhol ishonish soddaliq bo'lar. Ko'nglim ishongin debla turdi, dedi ig'ir sukunatni buzib Rahimjon. Ular 4 kishi, 4 lisla qurolliq ekan. Meningmi ishongim kelyotidi, dedi Qambari. O'tmishdagi munosabatlarni eslatadigan biror belgu, nishonni demabdimi? Sinchilab so'radi Abbosov. Jami to'shikka aytib qo'ysin, men zindonda bo'sh emas, 10 xonlaylon ugandim debdi. G'ini astarlik gapga chivar bo'ldigan, deb necha yillar ilgari Chuluqaydagi bazmida Muhammadjonning jamikam oldida 5 xonlaylonni aytganligini so'zlab berdi. Bu gapni jini bor ekan, o'ylanib qoldi Abbosov va siz uningga so'z qilmagansiz? So'zini angladim, javob bermadim. Ruxsat qilsanglar, men so'zlashib baqay. Balkim ko'rsam tunarman. Qandoqcha so'zlashsiz? Qambariga tikildi Abbosov. İmtihan olaman. Rostilla imtihon olaman. Agar Urumchidagi 6 zindonning evir-chivirlarini aytib bersa, demak, Qusan bo'lib chiqadi. Aytib berolmaydigan Rahimjon Lyubingdiga xabar berib, josusni josusga tutib beradi, deb o'z fikrini isbotladi Qambari. Shu kechasi shaharga yaqinla joydagi Rahimjonning dacha o'rnidagi jang'isida Rahimjon bilan Qambari Qusandan imtihon oldi. Qozoq qarindoshlar bir ko'rganni unutolmaydigu. Qusan imtihondan a'lo darajada o'taladi. Urumchidagi zindonlarning ko'lamlarini, so'roq va qiynash o'rinlarini, hatto badbashira gundupaylarga mahbuslar tarafidan qo'yilgan laqamlargacha aytib berdi. Qusanning deganlari tuzib chiqqan o'ydirmaga zodila o'xshamaydi. Xususan 5-6 yil turmada yetib, hamma gundaxonlarni chala qo'ymay,
istiqomat qilgan qambarining so'roqlariga duduqlamay javob berganligi va qambarini ko'rish bilanla to'nganligi ko'ngilni tindirgan edi. Sen burun g'uljini ko'rmagan bo'lsang, Rahimjonning uyini qandoq topding? G'aynam aytib bergan. Kulimsirdi Husan. Kulasan-g'u? Atning qashqisidek cho'ng yo'lning qaq o'ttirsida qaqiyib turgan uch darvozani kichik bolimi tepib kelar. Uyg'urchini yaxshi bildikansan. Suydung baylarining qo'yni baqqan, kichigimdan Uyg'urlar bilan billa, dedi. Yana kulimsirdi Husan mag'rurlangandek. Nim sababdan so'landing? Bu zamonda zindonda yotmagan erni topmoq tasqo deyman. Gap o'rniga tushkiniga Sabri bilan Qambari kulishdi. Zamonning xatarligini bilib turib kapsan. Seni tutib berishdan qo'rqmadingmi? Sizlardek yurt mo'tvarlari josuslik qilsa, bu dunyoda yashashning nima keragi bor? Seni g'ini nimalarni bilib kel deb avatdi. Birinchi, Rahimjon aman bormi? Nima ishlarni qilyotidi? Ikkinchisi, olti o'g'ri deganlar kimlar? Ularga qo'shilishga bo'lamdi. Mushu ikki ishni bilib kel deb avatdi. Sizlar g'ini ikkinglar olti o'g'riga qo'shilamsizlar yoki olti botirg'imi? So'radi Qosimjon Qambari. Bu qitim Husan nima deyishini bilolmay sal ting'irqab qoldi. U hatto ranjigandek tus oldi. Xitoy qaroqchilari olti o'g'ri deb ta'tir tashviq qilayotganlar o'g'rilar emas, isyonkor botirlar, deb tushundirdi Rahimjon. Biz zindondagi chog'da chala puchuq anglab shularga qo'shilishni niyat qilgan. G'aynam qayerda bo'lsa, men shu yerda. Demak, niyatinglar qat'iy. Qiziq, niyat ching bo'lmasa, bu yerda sandilib yurmas edim. Qat'iy, dedi Husan va G'ini bilan birlikda zindondan qochishdan buyonqi hamlalarni so'zlab berdi. G'inining Rahimjonga bo'lgan ishonchisini, hurmatini aytding. Amdi Rahimjon sana biror topshiriq bersa qandoq qaraysan? Jiddiy ravishda so'radi Qambari. O'yboy, yo'l ko'rsatdi, topshiriq berdi deb kelib o'ltiribdi. O'rnidan turdi Husan. O'ltar. Husanning mursini do'stlarcha papiladi Rahimjon. Sana ishonimiz. G'ini bizga ishonch bog'lab, seni avatgini intayin oqilona ish bo'ldi. Bizmo G'inining zindondan qochganligini anglab xushal bo'ldik. Uning bilan munosabat bog'lashni niyat qilgan edik. Mana o'zing kelib, bizning yo'lni qisqartding. Sabri bilan Qambari ozodlik tashkiloti va uning faoliyati to'g'riliq tushuncha bergandan keyin shu kechsila Husanni yo'lga soldi. Shu kundan e'tiboran G'ini va olti botir bilan bo'ladigan munosabatni bog'lab turadigan vositachilarning biri Husan edi. 3 kundan buyon to'xtamay yoqqan simsim yomg'ir yer ko'ksini pelikdek eritibatdi. Deriza pardasini qiyo ichib, o'sni jamolini ko'rsatibla, qayta yepib olgan jonon qizlardek qalin bulutlar qatlamini yerib, g'ilpal ko'ringan quyosh nuridan giyolar bargiga qo'ngan yomg'ir qatralari xuddi majandek parqirab ketadi. Soy salolardan shirg'ib oqqan yomg'ir suyi qo'shilmasdan ulg'aygan cho'ng g'o'l suyi bahor faslining qudrat kamolini kuylagandek o'rkashlab shavqin ko'tarib oqidi. 4-chi kuni bulutlar tarqalib, havo supdek ichildi. Oftob chiqib, qorliq cho'qqilar aynakdek yaltirab, qarg'ayliq g'o'llar, archilik edirlar, o'tloq takchilar yeshil maxmaldek tovlanib, tog' o'sini beg'ubar tusga kirdi. Quyosh taftida archilar va gul giyohlar illiq puroq chechib, tog' ichi mushki iparga to'ldi. Dilga aram, tanga rohat bag'ishlaydigan tog' manzarasi. G'ini go'zal qizga maftun bo'lgandek tog' manzarasidan ko'z uzmay teliqib qaramoqda. Uning ko'zlari birdan tog' bag'rida yayrab yurgan jilqa to'piga tushdi. Yomg'irda pokiza yuyilgan otlarning tuklari oftobda valildab, ko'zlarini qamashtirdi. Ot jonivor taqqa zapmu yarishidi, pichirladi u. Shu araliqda uyrisini oldiga solgan maxmal qara ayg'ir ikkinchi qirqa ustida paydo bo'ldi. Ayg'ir bu atrof manga tava degandek
kuchlik kishnividi, tog' ichi miltiq otgandek jaranglab ketdi. Qara ayg'ir uyrisini tugallagandek bir aylanib chiqdi-da, baytallarni oldiga silib, ko'kirib eqiyotgan g'o'l suyi tarafga surib ketdi. ishtiyoqi qo'zg'algan g'ini yilqi to'pini birinchi qitim ko'rgandek otlar chapchib suv ichib yon bag'riga yeyilg'icha ko'z uzmay qarab turdi. qo'lida quruq ot ustida qurg'uyga o'xshash chaqqon o'ltirgan yilqichi yigit qarg'ayliq buktarni yontulab o'lan etib kelmoqda. jarangliq o'lan sadosi qiyo toshlardan go'yo o'nlagan o'lanchilar birikib aytgandek kuchlik, atrof titragandek aks sado hosil qildi. g'ini tog'ni yaxshi ko'ratdi. tog'qa yarashadigan qozoq maishtini, qozoq xalqini chin dilidan suyatdi. uning hayotining nisbi tog' bilan, tog'liq do'stlari bilan munosabatlik. tog' va tog'liqlar uningga necha qitim panoh bo'lg'angu oxir. Bu qitimmu zindondan qochib tog'qa yo'shirindi. tog'liq do'stlari qozoq qalmoqlar keng qo'ynini ichib uni kutib oldi. oz kun ichidala uning jarohatlari, ko'ngil g'ashligi sallamaza saqiyib, avvalgi bequvvat aksiga keldi. yilqichi yigitning mung-zarga to'lgan va ayni vaqtda muhabbatni kuylaydigan o'lini palvonning his tuyg'ularini qo'zg'avatgan edi. uning ko'z oldida cho'lpon qizning jonon chinidek bejirim simosi tiklandida o'tmish xotirlar ko'ngildan kechib yuragi lo'qildab ketdi. cho'lpon hayot bormikin? agar hayot bo'lsa kimga? bir odam silkinib ko'targandek o'rnidan dast turib ketdi. zindondagi chig'idimu xuddi tegi yo'q quduqdek qorong'u tunlarni cho'lponni eslab uning qo'g'inliqda ko'rgan jamolini xiyolan ko'z oldiga keltiratdi-da, talpinib o'rnidan qo'zg'alatdi-yu, qo'sh kishanlar sharaqlab ketganda band ekanligidan, cho'lponga qo'li yetmasligidan o'kinib ah uratdi. bugun uning putlari band emas, havodagi burkut misoli erkin. shu topda qarg'ay ichida bog'loqliq turgan egarliklik itini minib, g'uljiga udul ot chipib kiralaydi. cho'lponni topalaydi. u ildam berib itini bog'loqdan yechdi-yu, darhol otlanmadi. qusanni kutish kerak. qusan kelmagicha u hech yerga ketolmaydi. ketsa ish buziladi. g'ini itini qaytadan bog'lab qo'yib, archa shoxlari bilan dastlangan o'ringa so'naylanib yotdi-da, osmonga qadalgan peti xiyol surdi. uning uchqur xiyollari hayot yo'lini qo'g'lishib, hamma kechmishlarini arlab chiqdi-yu, lekin o'tmish maishiy gadirmashliqdan biror xulosa chiqarolmay, arg'in qapoqlar yepildida sap havodan mast bo'lgandek uyquga ketdi. husan degan vaqtdan kechikib, chorva mollar o'tloqdan qaytib, ovul atrofida kechki kalkunchilik boshlangan chog'da yetib keldi. Husanning ilib kelgan xush xabarni anglab, xushalligidan o'rnida o'ltirolmay qolgan g'ini qorong'u tusha tushmayla otlandi. u bugun kecha degan manzilga yetishi kerak.